15 yil, 7 shifokor, yuzlab tahlillar va hech qanday natija yo'q. Noyob kasalligi bo'lgan bemorlarning 70% hali ham noto'g'ri tashxis bilan yashamoqda. Ular yillar davomida bir shifokordan ikkinchisiga qarab yurishadi, lekin javob topilmaydi. Endi bitta qon tahlili butun genomingizni o'qib beradi. 3 milliardga yaqin DNK harflarini tahlil qiladi va 15 yilda topilmagan kasallik 3 oy davomida shu DNK tahlili orqali tasdiqlanadi. Bir bemorim bor edi, 22 yoshda biz uni DNK MLP usuli orqali tekshirdik va unda biz spinal mushak atrofiyasi degan nasliy nerv mushak kasalligi tashxisini qo'ydik va dori muolajalarini boshladik. Agar siz yoki yaqiningiz yillar davomida aniq tashxissiz yurgan bo'lsa, nevrogenetik shifokorga boring, javob olishingiz mumkin bo'ladi.